Assalomu alaykum. Kunda degidek live Mahmadan hech bo'ldim qoldim-ku. Nimda kunda chiqadiganini deyapmanlar. Voyada vatanniki, Xitoylarniki bir kanal kunda 20 dan 30 dan video yo'llatadi. Biz bir ikki qatam yo'llab qo'ygan bo'ldi. Bugun tushdan keyin soat 3 da yana bir qatam Mahmadan qilmay yana bir top ehtojimi. Ma Kanadada nima ish bo'pti deysanglar. O'sha yerdagi xabarniki o'zini ham baharlay. Bir ayolniki bolasi maktabdan yenib kelsa, maydasiga t-shirtniki ustiga boshlang'ich maktabniki muallimasi chaplab qo'ygan ota-onalar yig'ini uqtirishlik qog'ozni badaniga chaplab qo'yibdi ekan. Shuni xabarlarga chiqib cho'ng bir ish bo'lib ketibdi ekan. Shuni misolga olib, anonikin o'zimizniki yana bir boshqa bir narsani so'zlab beray sizlarga. A Calgary mother is demanding answers to why her daughter came home with a note taped to her t-shirt. Brittany Messam says her 4-year-old daughter Ezra arrived home from Pembroke Meadows School Tuesday afternoon with a letter taped to her chest. The letter reminded parents of an upcoming parent-teacher conference. Messam said her daughter, who's in kindergarten, was visibly upset. Messam questioned the approach and says she was angry and confused as to why her daughter's teachers thought that was an appropriate way to communicate. Every single note, like I said, has been given to me. She's always been really good at giving me the notes that the teachers have given her. So to tape it to her chest, I felt like maybe they were trying to insult me or trying to say that my daughter wasn't smart enough to give it to me. In an emailed statement, the Calgary Board of Education said the matter has been referred back to the school and the administration. Mushu bir anoniki Kanadalik bir ayolkan, bu Kanadaniki Calgary deydigan bir shaharda bir kun bolasi mushtaq maktabdan qaytib kelgan chaqda kiyimiga qog'oz chaplab qo'yganini ko'rganligini shunda ochiq ketdi. Bu man qilgan haqorat, balam qilgan haqorat emas, man qilgan haqorat deb shundaqa Education Bureau nima deydi? Shundaqa ma'rifat idorasining bir yerlarga shundaqa arz qilib, National TV yo'shalarga chiqib ketibdi. Balasiga qilingan kichikkina shundaq kichik emas, xili cho'ng ish bu. Buningdimi endi bir Xitoyninki Uyg'ur balaniki yuziga tükürgan ishni misol qilaylik, qanaqa bo'pti desanlar, qachonqi 2019'da deyman bir chaqda shu butun dunyo bo'yicha har qaysi shaharlarda namoyish qilgan vaqt bor-ku, shu chaqda Kanadanikimi Toronto shahrida, u shaharda, bu shaharda shunaq kishilar hammasi tang nimaga mangan namoyish qilmangan. Shunaq chaqda Montreal shahridagi bir oila kishilari shunaq o'zimizniki milliy kiyimlarni kiyib, bayroqlarni ko'tarib, ommaviy qatnash bilan mengibdi ekan. Yerosti poyezdida odam shundoq chiqdi. Poyezdlar odatda yerosti poyezdniki birdan ayrim vagonlar bo'ldi emasmi? Shu bir vagonning ichida shu Uyg'ur oilik bilan bir muncha Xitoy sayohatchilar bor ekan. Nimadan tushiblam, ilqi qistonchilikda shundoq ilqi bolalari neri-beri oldi-keyni bo'lmaganda hamda bir shu bolalar bor oila bo'lgandan keyin bir nechasi Aşağıda bir balası yügrəb gəlib daha bir Xitay meniki yüzümü tükürətdi deb balası aşağı qapısı qaşla tap berib degan o şunun bilan degan ochiq gap endi nim qilib bo'ldi o yerda odam degan shuncha ochiq tursa deb qanaq bo'ldi desang shu bir cho'ng 100 necha kishilik 170 kishilik to'pda shundoq deyishib mushunaq bir ish qilibdi. Bir Xitoy bizning Uyg'ur bolalarimizniki birsiniki yuziga tükürib deb shunda shu to'pning ichida qo'lg'ul bo'ldi. To'pning ichida deyishdi, lekin u hech qanaqa bir social medialarga chiqmadi, yo bir saqchi darsiga, yo bo'lmasa bir TV, yo bo'lmasa jurnalist magazin hech qanaqa bir ish qilmay, shunaq o'zimizniki orasidan shunaq so'zlashib u ish jimjit yo'qolib ketdi. Endi shu ish bilan ma'vu bolaninki beshiga kelgan mana qog'ozni badaniga chaplab qo'ygandan keyin undaq arz qilma cho'ng xabarlarga chiqqani bir misol qarab boqaylik deb. Biz odatda Uyg'urlar shundoq balki yuvosh xalqmi? Ishqilib nima ishlar bo'lsa, ishqilib jim boshlab o'tkazaymiz, beshimizga cho'ng ishlar kelsa, mashina jim yuraveramiz. Amaliyotda bo'lsa, mana shunday ishlarni bu o'zimning beshiga kelgan ish emas, millatning beshiga kelgan ish deb qarab
bir işlarni tavratsak yaxshi deyasizlar. Shu chog'da shundoq qiyliqi bir xil bo'lib ketdimda, xuddi o'zimniki bolasidek kimdi mening bolamga navoda kerak shundoq bir xitoy qo'yib qo'yadi tukurasi. Nimga yana kelib Kanadada. Shunda ko'nglim yerim bo'ldi shu chog'da shu. Bo'lsa shundoq bir ishlar bo'lsa, jim turmaylik. Bugungi kunlikdagi Turkiyadagi qarindoshlarga o'xshashchu bir ashmish bo'lsa yig'lab yedi olgan yaxshi. Boshqa qolgan chog'da ana kun kuch ta'siri bo'ladi. U bizniki yuvosh ishimdan shu kuchimizni ishlablab o'tkazadigan xalq bo'lgandan keyin shu dunyoning hozirgacha dunyoniki bak cho'ng ta'sir qo'zg'ab qo'lamdimi? Oldin qapdidilam mana 2 kun oldida ishlagan bir videom nim to'g'riliq desanglar, o'sha Kanadaniki London shahrida vafot bo'lgan bir oylik kishilar bir avlod 4 odamdan bizni tanlam biri saqapti 5 yildan tang piyoda yo'lga chiqib ekan. Shu bir oila musulmon kishilarniki o'lib ketishi bilan butun davlat rahbarlari o'tirg'i chiqib so'zlab ketdi. Nima? Kanadadagi musulmonlar ko'chalarga to'kilib YouTube'ga chiqib sizlar hashtag Canadian Muslim Family deb kirgizsanglar shu oldin kaptining yoqi yuz bergan shu terrorlik voqeasi deb e'lon qildi uni. Shu terror jinoyati bo'yicha nim qiladi, sudlaydi deb e'lon qildi. Bir oilaniki beshiga kelgan shu musibat shu butun davlatning har qaysi partiya rahbarlarini o'tirg'a chiqarib shunday so'zlatdi. Bizningki davlatimiz mashnax bo'lib ketdi. Biz cho'qim yaxshi tirishishimiz kerak. Mayli musulmon bo'lsin, mayli oq bo'lsin, qora bo'lsin, osiyalik bo'lsin, LGBTQ bo'lsin, o'chmanlik hech narsani hal qilmaydi. Dunyo muhabbat, sevgi muhabbat bilan go'zal o'chmanlik bo'lmaydi deb shu ish qilib o'sha oldin qapda chiq namoyishlar bo'lib ketdi-da. Bir oila Amdi mavu misolga elib bersak, qog'oz chaplab qo'yibdi badaniga amdi. Shuni to'rlarda shundoq CBC News'ga chiqdi, Maqaysi News hozir, Global News'ga chiqibdi. Bir qog'ozni badaniga chaplab qo'yganqa shu gazet jurnallarda e'lon qilib, TV xabarlarda e'lon qilinib, shundoq bu bolaga qilingan haqorat, onasiga qilingan haqorat deb bir boyaqa onasi shundoq so'zlab ketdi. Ham bizning Uyg'urlarimizningki-chu, ota-onalarimizni yaladi har bir oilaniki beshiga kelgan kulbatlar o'xshamaydi. Ba'zilarimiz akamiz deymiz, ba'zilarimiz opam qana onnemlarda deb yurimiz. Shundoq az bir qismlarimiz o'tirdi ochiq oshkora shundoq faoliyat qilib yurimiz. Yana nurg'unlar, yana jim sukut yurayotganlar jiq. Biz shundoq jim yurgashga shunga haqmu dunyoninki ancha bek diqqatini tortamaymiz-ki ya. Amerikada George Floyd bir odam o'ldi, butun dunyo tavrab ketdi. Oldin qatildan Kanadada bir oylik kishilar o'lib ketdi. Uning shu davlat rahbarlari, shu hamma davlat rahbarlari bayonot berdi. Musulmonlar ko'ylarga to'kilib, Ontario, London shahridagi bir oila musulmon oilasining beshiga kelgan shu qazoda ko'chalarga chiqib uni namoyish qildi. Falastinliklar uchun shundoq, biz Uyg'urlar uchun nima uchun yana shularningki bir yerimchilikmi, million xalqimiz yo'qolsa nima ish ko'rmaydi degan chog'da shu bir yuvoshlik sababimizdanmi deb qolman. Chunki biz shundoq bir ko'chalarga to'kilib davlat rahbarlarining og'zini ocholg'idek darajadagi unchalik kuch yo'q bizda. Shuni bir ishlar bo'lib qolsa, yuvosh bo'lmaylik, bir ish bo'lib qolsa, Turkiyadagi qarindoshlarimizga o'xshash boshqa qilaylik. Yig'lab yetolaylik shundoq. Andan keyin bir ancha-muncha kuch ta'sir qila olamiz. Qog'oz chaplab qo'yib munchalik nimalar chiqasa. Hamda men o'zimning ayrim misollarni olib bersam, meningki nim bo'ldi desanglar, shu bir tahdid ikki qur xetini Twitterga chiqarib qo'yganqa, meningki ismimni Guli Maqsud deb Google'ning ichiga kirib xabarlar news deganni bossanglar, shu to'g'riliq chiqqan nimlar bor.
bir bombarding threaten message-ni tehdit sagan uçuru keldi degan xabardan keyin meniki o'sha saqchilarniki qanaqa kelganligi hospitalized deb bir hikoyalarim bor qiziqadiganlar ko'p o'qib baqsanglar bo'ladi. Onundan keyin yana nima ish bo'ldi desanglar, unda xilqi adolatsizlikka yo'liqqan chog'da jim turmaslik kerak undaqchu. Biz o'zaro bir-birimizga dard to'kishib, bir-birimizga voy balomga tükürüp deb bir-birimizga dard to'kishgan bilan biz nima qila olamiz? Bu social mediada ma'noga o'xshash bir qog'oz chaplab qo'yganga ma'rif idoralarigacha arz qilib berib, xabarlarga chiqib ishlab bo'lib ketgandek, bizim bir ishlarni qilishimiz kerak. O'zaro deyishmay, bir yalak berib beqishimiz kerak, saqchilarga deyishib deb beqishimiz kerak, mandaq ishlar bo'ladi deb. O saqchilardan o'tib yana boshqa o'zimiz turishliq davlat bo'lganligi, hatto tashqi ishlar ministrligininki bir yerlargachilik kirib so'zlashimiz kerak. Yana bir misolni ish qilay, shunda bir haqsizlikka uchirganda jim tursak bo'lmaydi deb. Bir kuni Torontodagi vaqtimda qanaqa bo'ldi desanglar, qarasam o'zimni tuzuk inglizchani yaxshi so'zlamaydigan bir ayol, yan bir musulmon bir jup xotin nashat bir narsa go back to your country deb tilga turibdi, yurtingga ket, nima baslarga sang bega deb. Shuni men nimaga oldim onanikin? Video qilib Twitterga chiqardim buni. In your country, what happened your husband? In your country, what happened your husband? I'm taking video what you said. I'm taking video what you said. I am Muslim too. You asking her to go back to your country? You know the matters. I am taking a video I of what don't you. care. Sure, I don't care. sure. You fighting with me? No, I'm not fighting. I'm taking a video. That's all. I don't care. Okay, go ahead. You don't care, go ahead. But You don't talk to me. but you can't say somebody go back to your country. In your country, you eat dogs. This is our In your all. country, you eat dogs. Eat rat. But you can't say go back to your country. Talking my ass. Talking to your ass. My goodness. Eat in your country. What happened your husband? Bichara boy bilan mo'may ishga oldida o'tira ketibdi. O qayalik bo'g'iydi keyin chuquma Sovet parchalangan chog'da shu taraflardan kelgan mo'ya ovozdan qarsam bu Chexoslovakiyadan kelganlar jiqroq bo'lgan shu malda. Shunda bir ayol shundoq bir jup musulmon arxdan o'sha ochiqqa ketibdi harakatim ko'si jil bo'lgan chog'i bir binoda o'tirdi ekan bo'lmasa go back to your country deb ketibdi. Xuddi o'zi shu country mushu Kanada xuddi o'zinikidek. Haqsizlikka jim turmayli. Ya'ni kelib o'z oilamizga, o'zimizniki beshig'i kelgan chog'da uni o'zimning beshig'iga keldi-ku deb o'tib ketmay, bir millatning beshig'iga kelgan haqsizlik deb o'ylab tushunib, nim qilayli demoqchi. Shuning bilan bugungi programmam tugadi. Asosliqi so'zlaydiganim shu eliqi Kanadadagi Calgary deydigan bir shaharda bir kanadalik bir ayolniki bolasiniki maydasiga t-shirtning ustiga muallimniki bergan topshiriqni qog'ozini choplab qo'yib ekan, uni arz qilib, bir yerlarga chopirib xabarlarga chiqibdi. Bizniki bir Uyg'ur ana bir Kanadaniki Montreal shahridagi bir oylik ishlari namoyish qilgan chog'da shu milliy kiyimlarni kiyib, bayroqlarni ko'tarib, ommaviy qatnash vositasida, ya'ni yerasti poyezdda bo'lgan chog'da shu Xitoy sayohatchilar bilan bir vagon ekanda, shu poyezddan tushib bilan qisqanchilikda shundoq bir Uyg'ur bolasiniki yuziga tükürib deb, undan keyin shu Kanada Sharq Turkiston jamiyati degan to'pda faqat o'zaro deyishib bilan to'xtab qoldik. Uni bir hech qanday bir millatga qilingan haqorat sifatida o'tirg'i chiqib narsalarni deymidik. Haqsizlikka jim turmayli so'zlayli demoqchi. Shu bugungi videom shunchalik. Ko'pchilik xo'shamsa tushdan keyin soat 3:30da yana bir programmam bor. Baydeginimdek kunda naq maydonga chiqsam
Bir narsa demanglar. Bir narsa deganlar bolsa Xitoylarniki chiqarayotgan nemalarini danglar. Bir kanal kuniga 20-30 dan bir kuni Pompeoni tillaydi, bir kuni Adrian Zenzni tillaydi degandek. To'xtamay kuniga 10 dan 20 dan ashundoq videolarni yo'llatadi. Men bir kuni bir qatim, ikki qatim chiqib qo'ysam nima bo'pti. Shundan keyin ko'rishaylik, xo'sh.